Siz qilsangiz bu yerda bankrot bo'ladi. Sizni hududingizda qilsa bo'ladi, qilsa bo'lmaydi. Yorib yuboradigan aslari keladi-da. Aka, mana bunaqa uskuna bormi? Mana bunaqa qilsak biz zo'r bo'lyapti-da. Mana bunaqa qilsak, mana bunaqa bo'lyapti. Hech narsani bilmaydigan, g'oyasi bor, ozgina puli bor, mablag'i bor. Hududiy, lokatsiya bo'yicha, viloyati, tumani bo'yicha aniq ma'lumotlar beramiz. Kompaniyamizning eng ustun tomonlaridan biri aytaymi nima? Bizga har xil sohada o'zini sohasini mutaxassislari, o'zini sohasini yorib yuboradigan aslari keladi-da. Keyin hech narsani bilmaydigan, g'oyasi bor, ozgina puli bor, mablag'i bor, shu biznes boshlayman degan yangi tadbirkorlar keladi. Bizni sohamizning eng zo'r tomoni biznes hub. Ya'ni mana tadbirkorlar o'zini bilimini olib kelib turib bizga aka, mana bunaqa uskuna bormi? Mana bunaqa qilsak biz zo'r bo'lyapti-da. Mana bunaqa qilsak, mana bunaqa bo'lyapti deb tushuntiradi. Yangi kelgan tadbirkorga aka, mana bu hududda mana bu narsa zo'r bo'lyapti. Sizni hududingizda qilsa bo'ladi, qilsa bo'lmaydi degan maslahatlar to'g'ri to'shni qilib hisob-kitob bilan bera olamiz. Aytmoqchi bo'lganimiz, o'zimiz o'rgangandan tashqari biz hududlardagi tadbirkorlarning qanaqa ishlashini, qanaqa mahsulotlar ketishini aniq nima desa bo'ladi, diagrammalari bilan olib boramizda. Bizga kelgan tadbirkorlar bizdan nafaqat o'ziga g'oya yoki bo'lmasa ishlab chiqarish bo'yicha o'sha hududda shuni prodajasini qila oladimi, sotuvlarni amalga oshira oladimi degan savollarga konkretniy javob oladilar. Masalan, tasavvur qiling, Qoraqalpoqda bir chekkasidan bitta klient keladi-da, aka deydi, men paket liniya qo'ymoqchiman deydi. Biz unga maslahat beramiz. Tumaningda masalan 600 mingta aholi bo'ladigan bo'lsa, paket liniyadan 6 ta liniya turgan bo'lsa, nima qilasan uni qo'yib? Yoki bo'lmasam, seni hududingda mana bunaqa narsa yo'q, shu narsani yo'lga qo'yadigan bo'lsang, dahshat daromad bo'ladi. Turib hisob-kitoblarni berganimizdan keyin tadbirkor o'sha biznes qilsa, sotuvi zo'r bo'ladi. Endi albatta bu yerda o'zini o'xshamaydigan aspektlari ham bor, to'g'ri. Aytaylik, sotuv mahorati bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasam demping qila olmasligi mumkin yoki bo'lmasam premium klassga xizmat ko'rsata olmasligi mumkin. Lekin bu jihatlar o'z yo'liga. Lekin eng muhimi, oldimizga kelgan tadbirkor o'ziga biz bilan suhbatlashib turib, boshqa tadbirkorlardan kelgan bilimlarni o'ziga ola oladi. Chunki bizlar bilan boshqa tadbirkorlar gaplashadi, biz ularga boshqa tadbirkorlarga maslahat beramiz. Sizni hududingizdan aka, mana shu tadbirkor kelgan, zo'r bilim olib ketgan, zo'r tajriba bilan qilyapti. Siz ham qilsangiz bo'ladi yoki siz qilsangiz bu yerda bankrot bo'lasiz degan masalalarni to'liq beramiz. Shuning uchun bizni kompaniyamiz ustunlik tomonlaridan biri aniq ma'lumot berib, hududiy, lokatsiya bo'yicha, viloyati, tumani bo'yicha aniq ma'lumotlar beramiz. Ana shunda tadbirkorlar o'zini biznesini boshlashda ancha qulayliklarga ega bo'ladi. Plus hisob-kitobi bilan beramiz. Shunday ekan, agar sizga ham qanaqadir uskuna, xomashyo, texnika va shu boshlamoqchi bo'lgan xizmat ko'rsatish yoki ishlab chiqarish biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, berilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, biz sizga aniq konsultatsiyalarni berib o'tamiz.